goes deeper than I've been in 'em. No time feels like a rodeo. Valentin yotoqxona to'plamimiz o'zgacha yasalishi va ko'rinishi, kravatimiz, tumbamiz, turimoy shkaflarimiz boshqa yotoqxona to'plamlaridan farq qiladi. Ya'ni kravatimiz to'liq mato bilan qoplangan va tepa bosh spinka qismiga noodatiy ishlov berilgan. Hop, tumbalarimizga keladigan bo'lsak, tumbalarimizni ham o'zgacha yechim qilganmiz. Sababi ustki qismini ochiladigan va ichida telefon, soatlar va qolgan aksessuarlar qo'yish imkoniyati bor. Bular hammasi davch mexanizmlarda. Hop, qulaylik bo'lishi uchun bo'timizni tortma qilmasdan ochiq joy qoldirdik. Tortmani ochmasdan olib foydalanish imkoniyati bo'lganligi uchun va tortmalarimiz ikkita tortma qilganmiz. Bu yotoqxonamizga umuman ruchka ishlatmadik, noodatiy uslubda yondashdik. Shkafimizga keladigan bo'lsak, shkafimiz noodatiy shkaf bo'lib, boshqa shkaflardan farq qiladi. Ya'ni qaysi tomoni bilan? Shkafimiz 6 eshikdan iborat, har bir ikkita eshigi alohida atsek hisoblanadi. Ya'ni buni xohlasangiz ikkita eshikli, bularni alohida xonaga moslab qo'yishingiz mumkin. Aynan 6 eshikli sig'madimi? Ikkita eshikdan 4 ta eshikni olib yonma-yon qo'yishingiz mumkin. Ikkita eshikni alohida qo'yishingiz mumkin. Daji bularimizni 3 eshikli, 1 eshikli alohida qilib yasash imkoniyati bor. Bu bitta butun shkaf emas. Hop, ichki ko'rinishga keladigan bo'lsak, har bir atsek o'ziga mos, o'ziga qulaylik qilib yaratilgan. Ruchka yo'lligi uchun shunaqa qulaylik yaratganmiz. Hop, ikkita kalta kiyimlarga bo'lingan. Ruchka yo'q, qulay bemalol ochish imkoniyati bor. O'rta oynali qismimizda polkalardan foydalanganmiz va bo'tga noodatiy dokumentlar, hujjatlar, yoki ayniqsa dollarlarni qo'yishingizga imkoni bor. Va tortma, ikkita tortma qo'yganmiz. Endi shkaf ichida обязательно tortma bo'lishi kerak, sababi bu tortmalardan qulay bo'lishi uchun, foydalanish uchun. Xo'p, uchinchi bo'linmamizga keladigan bo'lsak, uchinchi bo'linmamizda ham 2 eshiklidan iborat. Bunimizda uzun kiyimlarga mo'ljallangan, tepasi patchlandek, pastki qismi podobuf uchun mo'ljallab qoldirilganmiz. Xo'p, davch mexanizmda. Turimoyimizdan ham noodatiy ish qilganmiz, sababi turimoyimiz ruchka bo'lmaganligi uchun pastki tomondan ochiq joy qoldirib, tortmalarimizni ochishga qulaylik yaratganmiz. Hop, bunisida ikkita tepada, uchta pastda. Hamma detallarimiz ranglarimizdan ham qulaylik uchun foydalanganmiz. Ko'zni charchatmaydigan materiallardan foydalanganmiz. Yog'och teksturali och rangidan foydalanganmiz. Kashmir ham ko'zni charchatmaydi. Hop, bunimizda turimoyimizda o'zini pufiga bor, alohida keng, qulay, yengil qilib ishlangan, bemalol foydalanishingiz mumkin. Bizani kuzatishda davom eting. YouTube, Instagram sahifamizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Yangi videolardan boxabar bo'lib turish uchun. Bizada aynan yotoqxona to'plamlaridan tashqari buyurtma asosida mebellar ishlab chiqaramiz. Buyurtma yoki xarid uchun quyidagi nomerlarga aloqaga chiqing.